Nöbetli yana bir Şinjan Uygur Avtonom Rayonidan kelgan mehmonimiz, yüksek talant egisi, estrada cholpini Mo'minjon Ablikimni taklif qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli Qozog'iston Jamhuriyati xalqim. Xalqimiz yaxshimisizlar? Kashingiz xayrli bo'lsin. Ro'za kuni muborak bo'lsin. Rahmat. Mana Shavkat akamizningki 50 yoshlik tavallud kunida taklif qilinib, mushu katta yig'ilishga qatnashganimdan intan xursandman. O'zbekistonda bir oy istiqomati bo'lib, Urumchiga qaytish safarda mushu qutlug' kunda sizlar bilan o'zgarishdik. Intayin xursandmiz. Hammanglarning kelgan qadami shundoq mening kelgan qadamim muborak bo'lsin. Davomli uchrashishimiz bo'lsin. Rahmat. Endi Mo'minjon aka sizdan bizga qaysi naqshdan o'rinlar berishingizdan so'ramaymiz. Sababi Almuta yoshlari hammasi sizdan marbiyani kutyapti. Rahmat. Marbiyaga birlikda jim bosammi? Ha.
Mana bizga jin bo'lib o'ynab bergan yosh qiz yigitlarimizga rahmat. Endi yana o'zimizning gidimizga kelsak, avvalan yana shu konsertda sizlar bilan yuzlarni ko'rishganimdan intayin xursandman. Uzun bo'libdi. Olmaotada bir aziz qarindoshlarimiz bilan yuz ko'rishishga, sahnada birlikda yuzma-yuz turib fikrlashishga mümkün bo'ladimi deb shu niyatda yurganman. Mana bugun shu nasib bo'libdi, intayin xursandman. Hamma qarindoshlarimizga Jungo Xinjiang Uyg'ur Abnurayda yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarimizdan Qozog'iston Jumhuriyatidagi Uyg'ur qarindoshlarimizga oliy salomni seg'inish nomidagi naqsha bilan yo'llamoqchiman. Qani, seg'inaman, seg'inmasam ha. O'sha naqshamizdan birga aytadigan do'stlarimiz bo'lsa, sahnaga taklif qilaman.
Anamni sevganday bo'ldim. Rahmat. Bir oy bo'ldi. O'zbekistonda yangi ijodlar bilan shug'ullanish sababdan qaytib, xuddi o'zimning yurtimga kelgandek bo'lib qoldim. Rahmat sizlarga. Tashakkur. Ana shu direktimizdan keyin yana sizlarni sho'x o'ynab berishga taklif qilmoqchimiz. Qaranqosh nomidagi xalq naqshimiz Jirbek Basan. Marhamat. Rahmat, teşekkür. Sunumda birge oynadık. Yani bir nakşımız var idi. Bunisi birge hesap, endi biz tarafda mayli Urumchi, mayli Qashqarda bo'lsin. Shuni birge aytishdir. Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Anladingmi? Anladingmi? Gap bo'libdi mahallada, gap bo'libdi. Beshga
anlayacaklar. Gep buluptu mahallede, gep buluptu berişke. Mini saklap turdunuz, gep buluptu. Kim buluptu? Ondan bolsa müşinakçımızı olmayımız, müşinakçının däl şu gep buluptu degen hammayla birge aytamiz. Hemen. Gep buluptu mahallede, gep buluptu. Mini saklap turdunuz, gep buluptu. Birge. Gep buluptu mahallede, gep buluptu. Mama karab külgünüz, gep buluptu.
bizga madad bergan do'stimizga alayhi rahmatimizni bildirishdan birga sahnamizni keyingi san'atkorlar bilan aytamiz. Taniyman hamma.